Bugun men sizlarga Xitoyning Maybach'ini ko'rsataman. Bu esa Aito M9 mashinasi. Mashinamizni bitta qo'l yordamida masofadan ochishni hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Sensor orqali mana bunaqa bosilib ochamiz. Bittaga o'xshamadi. Ochildi. Mana knopkasini bosib yopib yuboramiz mashinani. Bu yerda bardochok bo'lmaydi. Buni o'rniga mana bu yerda atamanka qo'yilgan, nol gravitatsiyada maza qilib oqib ketasiz. Mana bu yerda esa bardochokning o'rniga mana bu joy ajratilgan. Bu yerda parfumlari ham bor, atirlari. Kosmический kорабльga xush kelibsiz. Mana bu yoq kosmический kорабль bo'lib yotibdi. Mana bu yerda proyektor, ko'zlaringiz og'rimasligi uchun mana bu yerda proyektor qo'yilgan. Mana bu yerda ajratib qo'yilgan joy ham juda ham keng. Bunday qilsangiz, bu sidenyalar yuriydi. Har xil knopkada mashinani har xil pozitsiyada qo'yishingiz mumkin. Atamankasini chiqarib, polniy maza qilib, dam olib, oqib ketsangiz bo'ladi. Katta yo'llarda. Proyektdan xohlagan narsani ko'rib, bosib ketaverasiz. Mashinamizga xolodilnik, bunday qilib ochsak, xolodilniki ham bor. Panoramasi ham bor. Oldi sidenya, orqa sidenyalarga massaj, obduf, obogrev hammasidan bor. Bu faralar oddiy fara emas, ya'ni proyektor sifatida ishlashi mumkin. Qorong'uda, uzoq joyda bo'lsangiz, bemalol kinoni ko'chada yoki videoni ko'chada ko'rsangiz bo'ladi. Ichi hamma joyi luxury bo'lib yotibdi. Mana bu yo'llari yog'ochdan qilingan. Mana bu gaykalarigacha. Bu pnevmo podveskani ko'tarib tushiradigan, rejimlarni ko'rsatadigan. 3 ta ekran, head-up display, Face ID, bu yoqda yog'ochli bar, mana bu yoqda pult proyektor uchun. Qisqasi hammasi lyuks, hamma narsa bor. Gibridlar qiroli deb atalgan M9 mashinamizni narxini bilmoqchi bo'lsangiz, 7 sonini kommentariyada qoldiring. Men sizlarga bittama-bitta yozib chiqaman.